Bolalar, xayrli kech. Workout plashatkadaman. Turnik, brus mashqlarini bajarsak bo'ladi. Hozir qo'limdagi bu sut mahsulotiga o'xshagan ichimlik. Bu yerda 30 gram oqsil bor va bir 8 xil vitaminlar bor. Bitsani o'rnini bosuvchi vitaminlar bor. Vanil, lizin, izoletsin, metanin, trianin, shuma vitaminlar qo'shilgan bunga va 30 gram oqsil bor. Buni ichib, ishdan keyin boshqacha nagruzka bersak tanaga, albatta 30 gram oqsil yetarli joyga yetib boradi. Proteinga o'xshagan sut mahsuloti bu. Ochasizlar. Ochib turib keptirinayotgan qilaverasizlar. 30 gram oqsil o'z joyini topib oladi. Qolgan vitaminlar bizda восстановление qiladi, ya'ni ertalabga qayta tiklaydi. To'g'ri tanlov va organizmimizga to'g'ri mahsulotni iste'mol qilish tavsiya berib qolaman.